Bugun ham manda ramyon. Po'ltak ramyonni sirlisini tayyorladim bugun. Kechagi yoqqandi. Bu ham yoqsa kerak sirligi. Nimagadir bu ham uncha achchiq emas. Kechagi ham uncha achchiq emas edi. Oddiylar bor-ku, rozvoy upakovkali, qora upakovkali, o'shalari achchiq. Bular cho'ta bilmadim nimaga unaqa. Hatto men hammasini qo'shdim sousni. Aytgancha ko'pchilik so'rashadi, qanaqa tayyorlanadi deb. Bu juda ham oddiy. Men bu lapshasini qaynatib olib, pishgandan keyin suvini to'kib tashab, pripravasi bilan aralashtiriladi, bo'ldi. Keyin o'zingizlar xohlagan narsa bilan qo'shib yeysizlar. Xohlasanglar o'zini, xohlasanglar nima bilandir. Kim bilan yesam rosa mazali bo'ladi.